Korxona korporativ plastik kartalardan foydalanish buxgalteriyada qanday qayd etiladi? Bugungi kunda ko'pgina korxonalar turli to'lovlarni amalga oshirish uchun korporativ kartalardan foydalanishadi. Lekin buxgalter uchun eng asosiy savol bu xarajatlarni qanday hujjatlashtiriladi va qaysi shtatlarda aks ettiriladi? Dastlab korporativ karta orqali qanday to'lovlarni amalga oshirish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Korporativ karta orqali xomashyo, tovar va xizmatlar uchun to'lovlar, ishchi xodimlarga safar xarajatlari, reklama va onlayn servislar uchun to'lovlar, shu bilan birgalikda naqd pul ham yechib olish mumkin bo'ladi. Yuqorida sanab o'tgan to'lovlar bo'yicha quyidagicha buxgalter yozuvlari amalga oshiriladi. Buxgalterlarga korporativ karta uchun ochilgan hisob raqamga 5530 hisob raqamini tanlab olishlarini tavsiya qilamiz. Bank hisob raqamidan korporativ kartaga pul ko'chirganda debit 5530, kredit 5110 buxgalteriya protkasi beriladi. Korporativ kartadan turli to'lovlar amalga oshirilganda debit 4230, kredit 5530 protkasi beriladi. Korporativ kartadan amalga oshirilgan to'lovlar bo'yicha mas'ul xodim biriktirilgan bo'lib, ushbu xodim amalga oshirilgan xarajatlar bo'yicha hisobot topshiradi. Ushbu hisobotga ko'ra, agar tovar xomashyo olingan bo'lsa, debit 10-shotlar, ya'ni 10, kredit 6970 protkasi beriladi. Agar boshqa xarajatlar qilingan bo'lsa, shartli ravishda 9420 deb qo'ydik. Debit 9420, kredit 6970 protkasi beriladi. Hisobot yakuni bo'yicha debit 6970, kredit 4230 buxgalteriya protkasi beriladi va qarzdorlik yopiladi. E'tibor berishimiz kerak, xarajatlar bo'yicha hujjatlarimiz to'liq bo'lmasa, xarajat sifatida tan olinmasligi mumkin. Mas'ul shaxsning shaxsiy kartasi tomonidan to'lov qilingan bo'lsa, u bilan alohida hisob-kitob qilish kerak bo'ladi. Hamda korporativ kartadan yechilgan naqd summalar uchun hujjat bo'lmasa, ushbu xarajatlar ish haqi sifatida hisobga olinadi. Xulosa qilib shuni aytamizki, korporativ kartadan qilingan har qanday xarajat hujjatlar va to'g'ri shtatlar asosida qayd etilishi kerak. Bu tekshiruvlardan xotirjam o'tish va soliq hisobini to'g'ri yuritishga xizmat qiladi. Shu kabi ma'lumotlardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, blogimizga a'zo bo'ling va bizni kuzatib boring.